Asrorov. Biron marta bo'lsa ham ko'tingizga tikishganmi? Ha yoki yo'q deb javob bering. Ha desangiz ustingizdan kulamiz, yo'q desangiz gapingizga ishonmaymiz. O'ylab javob bering. Stiralka ishlayapti, eshigi ochiq, o'shanga fim. Koddan gapirmanglar-da. Haram. Juma kuni haram. Kirmayapti, aniq. Sushit qilyapti. Belyos sushit. Sushilka ishlayapti, sushilka. Tanidingizmi? Kimsiz? Yo'q. Yangi videolar qachon chiqadi endi? Kecha qo'ydim-ku yangi video. Lavizga uchuq chiqdimi? Kecha labimga protsedura qilgandim. Protseduradan keyin shunaqa reaksiya beradi organizm. Zato 2-3 kundan keyin go'zallik malikasi увлажнённые губы yaltir-yultir qilib ko'rgan odamni o'pkisi keladigan lab bo'lib qoladi. Bugun ish yo'qmi sizga? Bo'lmasa, menga har kuni ish yo'q. Har kuni bekorchiman. Yarashib turibdi o'zisi. Baribir go'zalsiz, rahmat. Kotasini ko'rib qolgandirda, qoqandan uchuq chiqqandirda. Sizni fikr xayolingiz qoqish bo'lsa, bizni fikr xayolimiz o'zimizda yanada ulучшать qilishdadir. Biz o'zimizni salonlarga, trenirovkalarga olib borib ulучшать qilamiz. Katta qo'toqlarni ko'rishga vaqtimiz yo'q. Bekorchi ishlarga vaqtimni sarflash yoqtirmayman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rossiyadamiz sizda? Qayerda o'qigansiz? Ko'p joyda o'qiganman. 2 ta universitetda o'qiganman. Если что. Unda bu yo'lga qanday kirib qoldingiz degan savolni bermanglar. 2 ta universitetdan keyin. O'qishda ham yurtvorar siz ham yozishni qichib qo'yar ekansiz, qichib. Bir martadan keyin yoqmay qoladi. Menda shunaqa, lekin bilmadim. Balkim yoqadigani hali uchramagandir. Yo'q. Gap unda emas. Gap shundaki, biz konfetni o'ralgan paytida vkusni deb o'ylaymiz. Mazalik deb o'ylaymiz. Juda ham shirin deb o'ylaymiz. Shunda ochib qarasak, u qurt bosgan, yarimi tishlangan, so'lak, mishiq yopishgan. Og'zimizga olmaylik desak, odamlar qarab turibdi. Nima deydi? Majburan og'zimizga. Menga tel kelib qoldi. Ayollar sizlar uchun pretvaryatsiya qiladi. Ah, voh. Shuni ko'ngli o'ksib qolmasin. Lekin sizdan bironta ayol ketib qolsa, bilingki siz juda ham opitsizsiz. Opitingiz 0 pavdol. Afsus, bu gaplarni gapirish niyatim yo'q edi. Ba'zi erkaklarning ko'ngliga ozor berish. Ming bor uzr. Lekin buni oldini olsa bo'ladi, o'rganish kerak. Shunchaki o'rganish kerak yaxshi tikishni. Tug'ilgandan yaxshi tikuvchi bo'lib qola olmaysizlar. O'qish kerak.
O'qish. Yo'q, qizlar bilan ko'p tikishsam opitim oshadi deb o'ylasanglar, hatto o'ylaysizlar. Chunki qizlar pretvaryatsiya qilishni juda yaxshi bilishadi. Ular yoqmasa ham oq-voq qilishni bilishadi. Asli o'ylaysizlar, zo'r tikyapman deb chuqurga yanada tushib ketasizlar. O'shaning uchun kitob olib, nima qilsam ayollarga yoqaman, qanaqa tiksam ayollar meni e'zozlaydi deb ozgina o'qinglar. Menga o'xshab men o'qiganman. Men tikishmaganman hech kim bilan, lekin ko'p kitob o'qiganman. Bizgalter oqmi? Yo'q, qora. Uzog'i nechtagacha bora olaman deb o'ylaysiz? Vot, yana bitta tikishni bilmaydigan insonning xatosi. Uzoq tikishish bu degani hammaga yoqadi degani emas. 5 minut uzog'i bilan 10 minut всё chiqarib tashlaylar, iltimos. U bechara ragim turgan. Qachon bu tugatadi? Tez tugatolmaydigan erkaklar kasal hisoblayman. Вот и всё. Boshqa gapim yo'q. Kuchanib tugatolmay bechara 1 soat qiynaladi. U qiynalgan 1 soat ichida 5 marta u tushib ko'tariladi. Bo'ldi, endi o'qimaydi bu qiz. Nimaga o'qimayman? Juda ham o'qiyman. Nima haqida gaplashyotgandik? Bu temadan oldin. Nechta quda ko'rgansiz? Men urolog bo'lib ishlaganman. Har xillarni ko'rganman, xotiramang. Kirishib ketdim. Kitobingiz qachon chiqadi? Kitob chiqarsam kim bitti? Sizga o'qimaydi tez bo'shamsa. Sizga o'qimaydi tez. Ay, nimalarni gapiryapman? Tushunmadim. Nechi pul? Bebaho. Iran. Yes, Iran. Welcome. Привет, как дела? Дела хорошо. Yoqmaydimi demoqchi. Ruslarda Yeva Eyfel, o'zbeklar sizmisiz deyman. Ачу. А может быть. O'ta go'zalsiz, rahmat. Ты красиво, спасибо. Shartmikan sviterni ochib o'tirish? Albatta, har bitta insonning izyuminkasi bo'lishi kerak. Mana bunaqa o'tirsam, kimga yoqaman? Hech kimga yoqmayman. А вот mamnaqa o'tirsam, уже притягиваем. Понимаешь? Sizni kalangiz bu narsalarga ishlamaydi. Siz boshqa направленияda ko'proq ishlaysiz. Sizdan nasl olish kerak, go'zalsiz, albatta. Videolaringiz ko'tarilmaydi. Videolaringiz ko'tarilmabdi. Qayerga ko'tarilish kerak videolar? Vladivostokdamisan? Sansirama ukam, sansirama. 10 yosh katta bo'lsam ham sansirama. Bobom tengi bo'lsam ham sansirama. Okay? Ul madaniyating nol san. Turkmanistondan salom. 7 kunda men bilan Istanbulda sayohatga chiqasizmi? Hammasi men hisobimdan. Yo'q, o'zi dam olib kelavering. Mana senga pul bor, Istanbulga dam olib kelding, bu boshqa gap. Atak bunaqa xilalaringiz bizga o'tmaydi. Shahati go'zalim.
Yangi kirganlarga salom. Sizga qiziqaman, albatta menga ko'pchilik qiziqadi. Menga ko'pchilik qiziqadi. Telefon orqasidan hammamiz geroymiz, lekin bir postupka qilishga nol. Toshkentdan salom. Otangiz bormi? Yo'q. Privet. Og'zingga kamroq ol. Xo'p bo'ladi, siz ham. Ato birga olayotgandik kechagina. Shahati bugun tug'ilgan kunim tabriklab qo'ying. Moskva GSB tabriklaymiz tug'ilgan kunlaringiz bilan. Katta yoshlarga kiring, ko'p pullar ishlang, baxtli saodatli bo'ling. Sevilib yashang. Shahati bugun tug'ilgan kunim tabrikladiman. Ты очень красивая. Спасибо.